Faqat bir marta o'rgataman. Telegramda siz bilmagan top 3 ta fishka. Birinchisi bu siz kimgadir xabar yuborganingizda xabaringizni ustiga bosib turib yashirincha o'qiyotgan bo'lsa, uni yashirincha o'qiy olmaydigan qilib qo'ysangiz bo'ladi. Buning uchun siz ikkita tayoqcha va bu yerga yubormoqchi bo'lgan xabaringizni kiritasiz va ikkita tayoqcha bilan yuborasiz. Ikkinchisi esa siz bu yerga ovoz qani bot deb yozasiz va bu yerda juda ham ko'p prikolli ovozlar kelib chiqadi va bu yerdan masalan biz singizni ovozlarini izlaymiz va do'stimizga yuborib bemalol hazil qilsak bo'ladi. Uchinchi fishkamiz esa siz bu yerga miming bot deb yozasiz va bu yerdan juda ham ko'p stikerlar kelib chiqadi. Bemalol bu yerga xohlagan tekstingizni yozib, stikerni yuborsangiz bo'ladi. Bu videoni tezda yaqin do'stlaringizga yuborib qo'ying. Shu kabi fishkalarni o'tkazib yubormaslik uchun videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'ying. Faqat bir marta o'rgataman. Telegramda siz bilmagan top 3 ta fishka. Birinchisi bu siz kimgadir xabar yuborganingizda xabaringizni ustiga bosib turib yashirincha o'qiyotgan bo'lsa, uni yashirincha o'qiy olmaydigan qilib qo'ysangiz bo'ladi. Buning uchun siz ikkita tayoqcha va bu yerga yubormoqchi bo'lgan xabaringizni kiritasiz va ikkita tayoqcha bilan yuborasiz. Ikkinchisi esa siz bu yerga ovoz qani bot deb yozasiz va bu yerda juda ham ko'p prikolli ovozlar kelib chiqadi va bu yerdan masalan biz singizni ovozlarini izlaymiz va do'stimizga yuborib bemalol hazil qilsak bo'ladi. Uchinchi fishkamiz esa siz bu yerga miming bot deb yozasiz va bu yerdan juda ham ko'p stikerlar kelib chiqadi. Bemalol bu yerga xohlagan tekstingizni yozib, stikerni yuborsangiz bo'ladi. Bu videoni tezda yaqin do'stlaringizga yuborib qo'ying. Shu kabi fishkalarni o'tkazib yubormaslik uchun videoga like bosib,